Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka diyoruz, Washington'da sözleyimiz. Vaziyet doğrusu da bir kelime, onun birincisi la. Bugün 2019 yıl, 12. ayının 11. günü. Haftaki çarşamba. Vaziyet doğrusu da bir kelime. Hazırdan başlayıp yetip gelgen bir parça haberde. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jahon Xalq Jamhuriyati hukumati o'ttirisida savdo urushi va bundan keyin birinchi bosqichli iqtisodiy kelishimini imzolash 12 oyning 15 kunidan burun imzolanadi u degan xabar yetib keldi. To'liq jarayonni ko'rib olamizmi degan xabarni shunday ko'rdim. Men bu vaziyatdan birinchi darajalik ifodasi deb sizlarga yetkazdim vatandoshlar. Endilikli özümüzün leksiyasiga kelamiz. Mavzu mundaq. Prezident Trump kishilik huquq kunini e'lon qildi. Davlat ishlar kotib Mike Pompeo bayonot e'lon qildi. Kishilik huquq tashkilotlari Uyg'urlarning kishilik huquq ahvolidan doklad anglatdi. Mavzuli xabar 12 ayning 11 kuni Amerika ovozining Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kechiringlar vatandoshlar. Washington kishilik huquq kunini xotirlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 2019 yil 12 ayning 10 kunini kishilik huquq kuni deb e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'xshashla davomli Jungoning Shinjangda kishilik huquqni boshqarish harakatlariga qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. 12 ayning 10 kuni xalqaro kishilik huquq kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 12 ayning 9 kuni uqtirish e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1948 yil 12 ayning 10 kuni Dunyo kishilik huquq kitobnomasi e'lon qilgandan keyin dunyoning har qaysi joylarida yanada bir necha million kishilar adolatsiz nazarband qilishga, diniy e'tiqodi ziyonkashlikka va kishilik huquqlari haddi hisobsiz ziyonkashlikka uchradi. Bu navbatlik hukumatimiz kishilik huquqni qo'llashni o'zining vazifasi qildi. Ma'muriy huquqni yo'lga qo'yib, dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni ilgari surdi. Diniy e'tiqod va erkinlikni qo'llaydi. Men prezident bo'lish sifatim bilan 2017 yili 5 oyda bir parcha ma'muriy buyruqqa imzo qo'ydim. Buyruq diniy e'tiqod erkinligini qo'llash, so'z ibora erkinligini qo'llashni maqsad qiladi. Amerikaning asosiy qonunida birinchi qatim tuzitilganda barliq Amerika xalqiga berilgan huquqlarni texmi yaxshi qo'llaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bu yil 7-oyda o'tkazgan 2 qatimliq diniy e'tiqod erkinligi minister darajaliklar yig'ini va men bu davlat Amerika Qo'shma Shtatlariga prezident bo'lish sifatim bilan bu yil 10 oyda ham Birlashgan Davlatlar Tashkiloti diniy e'tiqod erkinligi yig'ini riyosatchilik qilgan tunji Amerika prezidenti bo'lib qoldi. Uqtirishda mundaq ko'rsatildi. Biz kishilik huquq qonun loyihasini tabriklash bilan birga tuvandagi haqiqatlarni tan oladiganligimizni bildiramiz. Ya'ni kishilik huquq qonunining kishilik huquq qonunning qo'llashiga erishishi lozim. Dunyoning har qaysi joylaridagi omma va fuqarolar ondan ko'chga erishadi.
Amerika izchil mındaq tirishchanlikdan oldingi sepida turib keldi. Yani shundaqli shaxsning erkinligini abadiy qo'llab, har xil, har shakllik zulmga qarshi turib keldi. Prezident Trump 2019 yılı 12 ayının 10. gününü kişilik hukuk günü deb e'lon qildi. Prezident Trump 2019 yılı 12 ayının 15. gününü kişilik hukuk kanuni günü deb e'lon qildi. Prezident Trump 2019 yıl 10. ayının 8. günüdün başlap bir hafta kişilik hukuk haftası deb e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohotchisi Mike Pompeo xalqaro kişilik hukuk kunida bayonot e'lon qildi. Davlat islohotchisi Mike Pompeo bayonotida mundaq ko'rsatdi. 200 yildan beri Amerika mustaqillik xitobnomasi e'lon qilib, Amerikaning asosiy qonunini e'lon qilib va kişilik hukuk qonuni e'lon qilib, kişilik hukuk va erkinlikni ilgari surishga izchil yetakchilik qilib keldi. Davlat islohotchisi Mike Pompeo bayonotida mundaq ko'rsatdi. Echinishlig'i shu bo'ldiki, har qaysi davlatlar bundaq orzularni hargiz ifoda qilmadi. Jungo hukumati Şinjan'da, Tibet'te ve başka joylarda diniy e'tiqod erkinligini ve sonliq millatlarni davomli bostirib o'tdi. Balki Jungo Angliya Birlashma bayonoti va negizli qonunda kafolatlantirilgan Shangan xalqining erkinligiga buzg'unchilik qildi. İran, Suriye, Venezuela siyosiy hokimiyatlari har kuni kişilik hukuk eğer xiloflik qilib o'tdi. Bu zo'ravonliklar kishilarning aqliy va axloqlarini larzaga soldi. Davomli anglaysiz, hurmatli vatandosh.